Assalomu alaykum. Bu lampalar birinchi xona. Bular hammasi monodan qo'yilgan. Mono rozetkalari yaxshi chiqyapti. Sharmanda qilmaydi. Bu yerda konditsionerimiz bor. Bu yerda ikkinchi xona bor. Bu yerda перегородка bo'lsa. Qo'yganmiz. Bu yerda ham rozetka bor. Bu yerda mana nima ekan bu? Hamma xona planirovkasi bir xil. Mana bu yerda hamma xonaga bittadan konditsioner qo'yganmiz. Bu yerda перегородка bo'lib, nima sanuzel bo'ladi. Aristonga. Bu yerda uy zona mana. Endi shunaqa holatda qildik. Bez ramka, bunisi ramkasi bilan. Mono, bu ham mono. Bunisi bor yer ham, hammasi monodan qo'yildi. Yaxshi. Xohlasa. Planlar bir xil hamma xonaning. Endi o'xshatib boryapmiz sekin-sekin biz ham. Zetkalar, bu yerda ham bitta konditsioner qo'yganmiz. Mana shu zal. Bu yerda ham bitta rozetka включатель bor. Bu yerda patoloydan keyin lampa qo'yamiz. Bu tomonda ham bor mana. Rozetka включатель, bu yerda televizorga. Xullas shunaqa gaplar. To'rxona uy ayvoni bilan shapkasi bor. Shu yerda jami hisoblaganda 40 ta tochka bo'lgan, 40 ta tochka. Tochka qanday hisoblanadi deyishadi odamlar. Mana qarang. Mana shu ikkita 2 klavishli включатель, shu ikkita tochka. Bunisi bilan bu bitta tochka. 3 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi. Har biri bittadan tochka. 1, 2, 3, 4, 5 bo'lib ketaveradi. Har biri bittadan tochka. Shuni qilib hisoblaymiz. Biz endi ko'pchilik shuni hisoblaydi. Mana bu yerda bu ikkita tochka bo'ladi. Bitta rozetka, bitta включатель. Lampalar qo'yishlar hisobda yo'q. Bu yerda включатель hisobladik, lampani hisoblamaymiz. Bu yerda antena bor, televizor zonasi bor. Bu yerda televizor bor. Mana shu antena ham bitta tochka. Antena ham bitta tochka. Bu ikkitalik включатель bitta tochka. Bitta bo'lsa bitta tochka. Ikkitalik bo'lsa ham farqi yo'q, bitta tochka hisoblaymiz.